Salah Liverpoolni tark etsa, qaysi klublarga borishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Liverpool vengeri Muhammad Saloh o'z faoliyatini Saudiya Arabistoni yoki Shimoliy Amerikada davom ettirish ehtimoli bor. Eslatib o'tamiz, 33 yoshli misrlik Apple'ning Leedsga qarshi o'yinini to'liq zaxira o'rindig'ida o'tkazdi. Avvalgi 2 o'yinni ham zaxiradan boshlagan edi. O'yindan so'ng Saloh klub va bosh murabbiy Arne Slotni tanqid qildi. Men klub uchun shuncha ish qildim. Ular esa meni avtobus tagiga tashlashmoqda. Afrika Kubogi oldidan xayrlashaman. Bundan keyin nima bo'lishini bilmayman. Futbolchi klubning Chempionlar Ligasidagi Interga qarshi o'yin tarkibiga kiritilmadi. 2023-yil yozda Liverpool Al-Ittihodning 150 million funtlik taklifini rad etgan edi. O'shandan beri Salohga nisbatan Yaqin Sharq klublarining qiziqishi ortib bormoqda. Al-Hilolda Muhammad bilan shartnoma tuzish uchun yetarli mablag' borligi taxmin qilinmoqda. Atletik xabariga ko'ra, agar Saloh AQShga ko'chib o'tishga qaror qilsa, u San Diegoga o'tishi mumkin. Bu Amerika klubi milliarder Muhammad Mansurga tegishli. Ko'pchilik Salohni Lionel Messi o'ynayotgan Inter Miamiga o'tishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Biroq MLS chempionlarining rejalari bilan tanish bo'lgan manba xabar berishicha, klubda allaqachon Jordi Alba faoliyatini yakunlaganidan keyin bo'sh qoladigan o'rnini egallash kutilayotgan o'yinchi bor. Salohning MLSdagi yana bir varianti Chicago Fire bo'lib, ular jahon miqyosidagi yulduzni jalb qilmoqchi. Klub avvalroq Neymar va Kevin De Bruyneni taklif qilgan, ammo turli sabablarga ko'ra transferlar amalga oshmay qolgan edi. Chicago egasi Joe Mansueto katta xarajatlarga tayyor. Muzokaralar jarayonidan xabardor manbaning ma'lum qilishicha, Chicago Fire Salohni aprel oyida Wenger Liverpool bilan yangi shartnoma imzolashidan oldin o'z safiga qo'shib olishga uringan. Chicago hozirgi vaziyatdan foydalanib yana futbolchini o'z jamoasiga qo'shib olishga harakat qilishi mumkin.